emas, oyijon. Tarbiya. Tarbiyalash senga qopdimi, qizim? Onasi tarbiya bera olmagan odamni sen tarbiyalamoqchimisan, qizim? Sen qolipga solmoqchimisan? Shu operatsiyadan keyin men tuzalib ketamanmi? Yoki tuzalmay qolishim ham mumkinmi? Bemorlarning sirini aytishga haqqim yo'q. Singlim, menga rahmingiz kelsin. Axir siz ham onasiz-ku. Iloyim meni kunim hech kimni boshiga tushmasin. Men bunaqangi behayo kelini dastidan charchadim. Nima qilishni bilmayapman. Men chaqaloqni qo'limga olib qarayman. Menga o'xshaydimi yo'qmi? Ana undan keyin olib beraman. Voy. Bu nima deganingiz? Yo, endi senga ham o'xshashi mumkin-da. To'g'ri. Qizimni fe'li sizga o'xshaydi, chidolmaysiz degandim. Nima? Nima dedingiz? Bu bilaguzukni qayoqdan olding? Bu o'zimni bilak uzugim? Voy, qanaqasiga seniki bo'ladi? Qo'lim og'rityapsiz? Nima qilyapsiz? Yaramas, Voy. o'g'ri. Ey, bo'sh kema, tushundingmi? Ering seni deyaptimi? Oldin hovlini eringni nomiga o'tkazib ol. Keyinchi, onangiz tinchlik bermayapti. Alohida chiqamiz deb turib olgan. Qaynonang bilan eringni oldida hech qachon ushma. Nima desa ham, qanaqa haqoratli gap gapirsa ham chida. Eringni yo'g'ida qilgin hamma g'avg'olaringni. Uyda ovqat pishirsang, nima qilishni qaynonangdan so'raysanmi? Ha, bu siz qanaqa qilib o'zimcha qilsam janjal ko'taradi-ku? Ey, endi o'z bilganingni qilgin. Oldin qaynonangni-chi nima ovqatlarni yomon ko'rishini yemasligini bilib olasan. Keyin aylantirib shu ovqatlarni pishiraverasan. Agar o'g'liga arz qilsa, so'rasam aytmadilar. Ataylab shunaqa qilyaptilar deysan. Oyizi maqsadi qanday bo'lmasin, meni sizga yomon ko'rsatish deysan. Tushundingmi? To'g'ri. Tushundim. Hey, rostdan qon bosimi bormi o'sha qaynonangni? Oldin kasalmas edi-ku. Deyarli yo'q. Uyda o'zi janjal ko'taradimi? O'zida o'zi qon bosimi chiqadi. Buni vahima qiladigan joyi yo'q. Nomiga? Hey, unda. Vahimali qon bosim paydo bo'lishiga rostdan ham yordam berib yuborsang-chi? Qanaqa qilib? Shunaqa yo'llari bor-ku. Dori bori, bir nima yog'lar. Yo'q, unaqa qila olmayman. Shifokorman. Inson salomatligini kim bo'lishidan qat'iy nazar yomonlashtirsam, bu jinoyat, kinoya. Unaqada tabiiy yo'l bilan yomonlashtir. Har kuni sen ham unga o'xshab yo'q joydan janjal chiqar. Shunaqa qiyinki janjaldan bezor bo'lsin. Uydan chiqolmaydigan bo'lib qolsin. Tushundingmi? Tushundim. Yaxshi. Ketdik. Qornim ochib, ko'zlarim tinib ketdi-ya. Endi-chi, hech qachon o'zimni kasalga solmayman. Aksincha endi sen pismini kasal qilaman. Oyi. Sen qayerdan paydo bo'lding? Nima uyda tirik zot qolmagan-ku? Telefonim zaryadkada qolib ketibdi, shuni olgani keluvdim. Ovqat yeysanmi? Senga ham siz beraman. Yo, osh bo'lsin, lekin ish qilib sizga og'irlik qilmaydimi bu? Men kasalmasman, bo'ldi-ya. Endi-chi, menga kasalga qaragandek qaramalaring. Endi kecha qon bosimingiz oshib ketdi. Bu asabdan.
ovqatdan emas, asabdan. Menichi, ana xotining asabim buzmasa, hech qachon meni qon bosimi ko'tarilib ketmaydi. Tushundingmi, bola? Tushundim, Hmm. tushundim. Hmm? Bo'pti. Baroqa. Hmm? Hmm. Hmm, 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 hmm. Voy. Qaynanam ketimdan tushgan. Anu shifokor bilan gaplashib bolani kimdanligini aniqlamoqchi. Shu nima qilib bo'lsa ham, meni mana shu uydan dumimni tugishpaydi. Chatoq bo'pti. Endi nima qilmoqchisan? Bilmadim, o'ylayapman men ham shuni. Kattaroq bir pulni qo'lga kiritganimda, tezroq mana shu uydan ham, kampirdan ham, o'g'lidan ham qutulardim. Mendan ham. Mendan ham Hmm. qutulmoqchimiding? Sizdan ham qochaymi? Yoki nima? Qaytib menga uylanmoqchimisiz? Bolangizni tan olib, familiyangizni berasizmi? Ayo, oymi bilasan-ku. Meni gaplashib turganimni bilsalar, tirik qo'ymaydilar. Qo'rqoqsiz. Bo'ldi qiyin. Nimalar deyapsan? Xullas, bo'pti. Ablah. Qochasan. Qochasan. Marjona? Marjona. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshiman. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Dadam yaxshimilar? Ha, yaxshilar. Bu yerlarda nima qilib yuribsan? A, ko'chada turadi-ku Dilnoza sinfdoshim. Shunda ishim bor edi. Narsa olishim kerak edi. Qara-ya, Dilnoza sinfdoshing. Qumrikeninkida yashaydimi? A, bu nima deganingiz oyijon? Qumrikening tomondan chiqib kelyapsan-ku. Adashmasam Dilnoza sinfdoshing boshqa ko'chada turardi. Nimaga meni aldayapsan? Tinchlikmi o'zi? Tinchlik oyi. Yo'q. Sen qiz mendan nimanidir yashirayotganga o'xshayapsan. Rostini ayt. Nima qilib yurganding Qumrinikida? Shunchaki o'zim to'g'ri Qumri yangamnikidan chiqdim. Yangam-ku, hol ahvol so'ray dedim-da. Qizim, meni aldama. Sen mendan nimanidir yashiryapsan. Oyi, hech narsa yashirayotganim yo'q. Qizim, agar meni onam deydigan bo'lsang, bu Qumrikeningdan uzoqroq yurasan. Tushundingmi? Uzoqroq yur. Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi deb bekorga aytishmagan. Yomonlardan yuqtirib olgan qorang tag'in bir umrga peshonangga tamg'a bo'lmasin. Oyi, nimaga vahma qilasiz? Yosh bolamanmi? Kimdir nimadir desa ergashib ketadigan. Soddagina. Agar Qumrkening istasa, har qanday odamni ortidan ergashtira oladi. Xo'p. Tushunding-a? Uzoqroq yur keningdan. Xo'p, oyijon. Uyingga ketyapsanmi? Yur. Men o'sha tomonga ketyapman. Ko'zimga tikka qarab turib, aytishadigan bo'lib qolgan bu. Hech narsadan tap tortmayapti. Hali bitta farzandi bo'lganicha yo'q. Tilimni tiyib turay. Yana qaynanam uydan quvib solmasin demayapti bu. Biz ekamiz-a, ikkita farzandli bo'lsak ham jimgina og'zimizni mundoq qilib yopib yurgan. O'zi qayoqdan shuni kelin qildim. Hoshimjonga men ana kuni bolam,
Buni qayda bor? Boshqasiga uylangin desa, yo'q deydi bu landavur. Matluba, nega bunaqa o'zing yeysan, a? Aslida Marjona yomon kelinmas. Endi ozgina boshiga tushgan ko'rgiliklardan alamzada bo'ldi-da, shuni tushungin. Xo'p, tushuntiringchi? Boshiga qanday ko'rgili tushdi bularni, alamzada bo'lgani? Tushuntiring. Nima? Bolasidan ayrilgan, homilasini yo'qotgan bitta shumi? Opa, 3-4 farzandlarini qo'li bilan tuproqqa qo'yganlar ham jimgina taqdirga tan berib yashayapti-ku. Bunga o'xshab tomi ketib qolgan yo'q-ku. Mayli. Siqilma kelin, siqilmagin. Qarab turasiz. Sekin-sekin hammasi iz-iziga tushib ketadi. Mana qarab turasan, halichi ona boladek bo'lib ketasizlar ikkalanglar. Opa. Buni qozonga solib qaynasa hamchi, qoni qo'shilmaydi buni. Nima deganing bu? A? Marjona jiyaning. Uni ustigachi menga qara. Uni ustiga qiz bola ammasiga o'xshaydi. Nima keragi bor uni qozonga solib qaynatishni? Ha, shundoq ham qoning bir-ku. Tavba. Qonimiz bir, shu bilanmi? Oy, unichi shu qadar yomonligidan qarindoshim ekanligi ham meni yodimdan chiqib ketadi, opa. Biron marotaba yaxshi gapir, a? Mana yuz ko'zlariga qara. Bolam bo'tamdi. Ha, bu hali yosh-ku. So'ksang bet qotadi, ursang et qotadi, bilasan-u? Menga qara. Sen urishaversang, ha deb topaversang, kovlaversang, battar qiladi. O'chakishadi. Senga shu kerakmi? A? Asabingni buzib nima qilasan? Ha, bu 5 kunlik dunyoda urush janjalsiz yashashga nima yetsin, a? Ha, bilasan-u, umr juda ham qisqa. A? Shundoq ukami o'ladi deb kim o'ylagan edi? Gumbillab yurardi. Essizgina ukam, a? Ha, opa. Ukangiz qadri hammadan ham ko'ra ko'proq menga bilinyapti. Bekorga aytishmagan ekan. Oldindan oqqan suvni qadriga yetmaysan, keyin bilasan deb. Opa, to'g'risini aytsam men yolg'izlanib qoldim. Bolalarim mana hammasi o'zi bilan o'zi bo'lib ketar ekan, o'zini hayoti bilan ovora bo'lib ketar ekan. Shunday. Insonchi keksayib qolganda faqat juftiga suyanib yashar ekan. Juftsiz inson bir qanoti yo'q qushga o'xshar ekan, Matluba. Na yerda yura oladi, na ko'kka ucha oladi. Shunaqa ekan. Kiring bu yoqqa. Mana. Ha, tinchlikmi? Dadasi, men sizga nima degandim? Bilaguzugimni yo'qotib qo'ydim degandim-a? Topilmayapti devdimmi? Rosa qidiruvdim-a? Xo'sh, topdingmi? Topdim. Ha, aytdim-u o'zing biror joyga qo'ygandirsan deb. Sen bo'lsa hammani jinni qilding. Hech hamda. Mana o'magajin uyalmasdan meni bilaguzugimni toqib ketyapti ekan, tutib oldim. Oyjon, nega tuhmat qilaverasiz? Men uni oshxonadan topib olgandim. O'g'irlab olgan bu tasqara. Gaplari yolg'on. Norgul, bo'ldi qila. Menga qara. Bo'ldi qil. Yetar endi. Ha? Seni dastingdan bu uyda tinchlik bormi? Men nima qildim? Nimaga siz unaqa bemehrsiz? Nega bunaqa? O'g'rini o'g'ritsam ham aybdormanmi? Nimaga shu o'g'riga chora ko'rmaysiz siz? Siz chora ko'rmaganingizdan keyin bu meni shunaqa xo'rlayapti. Xo'p. Nima qildiysan? Shu kelinni nima qiling? Ha?
So'yib terisini shilib beraymi? Aha. Nodir haydab yuborsin, haydating uni. U bilan bitta uyda yashamayman. Quritaylik uni bu uydan. Jonimga tegib ketdilar endi. O'rgildim. Yetar. Meni bir o'zimga shuncha tuhmat og'irlik qilmasmikin, ha? Menga qarang. Agar tuhmatlaringizni to'xtatmasangiz, sizni sudga beraman, tushundingizmi? Ey, menga qara. Meni qo'rqita olmaysan bunaqa qilg'laring bilan. O'g'ri. Bor bilganingni qil, qo'lingdan kelganini qil. Sendan qo'rqadigan ahmoq yo'q. Yo'q, qo'limdan kelganini qilaymi? Yaxshi. Unda hali ko'ramiz. Yaramas. Dadajon, issiqqina choy damlab beraymi? Aka, o'g'itlarni bugun jo'nataman degandingiz-ku. Nimaga iloji yo'q? Yo, bugun jo'nating. Bugun. Ha aka, hal bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Ha. Habi. Yo'q-e. Tinchlikmikan? Oling, ko'taring. Bilamiz-da. Alo, Habibulloh. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Yangam bolalaringiz yaxshimi? Va alaykum assalom. Biz yaxshimiz. O'zing yaxshimisan? Kelin yaxshimi? Davolanyaptimi? Xavotir olmang, biz ham yaxshimiz aka. Doktorlar nima dedi? Operatsiya qachon ekan? To'tinisani operatsiyaga tayyorlashga olib kirib ketishdi, aka. Negadir qo'rqyapman, aka. Nimadan qo'rqasan, Habi? Bilmasam, To'tinisoga biror narsa bo'lib qolsa-chi, aka. Qo'y bunaqa gaplarni. Xotiningning yuragini operatsiya qilishmayapti-yu. Bo'yni, umurtqasi. Bilaman. To'tiniso meni yuragimga vahima soldida. Agar menga biror narsa bo'lsa, uylaning deydi. Abrorga o'gaylik qilmasin deydi. Xotining azaldan vahimachi-yu. Sen uni gapini ko'yningga olma. Yaxshilikka yo'y. Yaxshilikka yo'y. Aka, mendan salom ayting. Xo'p, aka. Sobir salom aytyapti. Rahmat. Sobirga ham salom ayting. Bo'pti, kelin so'rab qo'y. Xo'p, aka. Habi, hech narsani o'ylama. Iltimos. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ilohim. Bo'pti, Xo'p, aka, rahmat. bo'pti. Senga salom aytdi. Salomat bo'lsinlar. Yaxshimikan? Kelinni ertaga operatsiya qilishar ekan. Yonda turishimiz kerak. Bo'ldi aka, boramiz. Bo'ldingmi? Ha, bo'ldim. Hayda. Yuring. Aha. Siz boravering, hozir orqangizdan boraman. Xo'p. Ol bolam, katta-katta ye. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga qarang, kelin. Kelin degan bunday vohli turib, choy-poy tayyorlab erini ishga jo'natmaydimi? Voy, oyijon, siz borsiz-ku? Bilaman. Siz begimmi? Ishga och jo'natmaysiz. Beta'sir, odamda bet bo'lmagandan keyin ham qiyin-da. Nodir aka, bugun birga boramiz skriningga. Kecha bormadingmi? Yo'q. Endi doim shifokorlarga birga boramiz dedingiz-ku. Tavba, o'lib qolaman. Sizni kutdim. Ha, yaxshi. Choyingni ich ketamiz. Choy ichmayman. Ko'chada kofe-pofe olib berarsiz, ichamiz. Unda men sumkamni olib chiqay. Hozir. Bo'pti, tezroq bo'l. Skrinda nima qilasizlar? Oyi, hozir hamma homiladorlar o'tarkanda. Samirani qornidagi bolada qanaqadir kasallik bor ekan. Uni tekshirgan shifokor tezda borish kerak dedi. Tavba, menga qara. Yolg'onchi, o'g'ri, suygo'yoq bo'lgandan keyin qilgan gunohlari o'sha qorindagi bolasiga uradi-da baribir. Gapirmang, oyi. Qani boraylikchi, ko'ramizda.
Ha, ungacha Zahroyam yangilik aytib qolar ha. Xo'p. Jim. Oy ayting. Iloyim yaxshi borib kelgin. O'zingga pishiq bo'lgin. Allohu akbar. Bo'ldingmi? Ha, bo'ldim. Ketdikmi? Ha, ketdik. Oyi, men o'sha yerdan to'g'ri ishga o'tib Ha, ketaman. yaxshi. Yaxshi ishlab kel. Oyijon, men siz zerikmasdan o'tiring. Turi qol, apting qursin, beta'sir. Shu ketganing bilan qirg'in barot bo'lib yo'qolib ketgina. Yo'qolib ketgina. Taqillamay o'l, echki, 2 qatimish bu yana. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingmi, bola? Rahmat. O'zingizchi? Yaxshi, Xudoga shukr. Ha, Ol, rahmat. Jamila qani? ishga ketdi har doimgidek. Bu vaqtda uyda bo'lmaydi-yu, bilasan. Nega so'rayapsan? O'zim shunchaki, oyi. Ha, o'zing nega bemalolsan? Ishga bormaysanmi? Boraman. Bugun sal bemalolroqman. Shunga ozgina uxladim. Ha, damam olish kerak-da. Ha deb jonini jabborga bermasdan. Endi erkak kishini ko'p ishlagani yaxshi-da, oyi. Voy, nima yetmayapti senga, bola? Jo'ja birdek jon bo'lsak. Namuncha yelib yugurmasang, bola. Endi jo'ja birdek jon bo'lamiz-da, oyi. Nima? Jamila homiladormi? Yo'q. Endi baribir ham qachondir ko'payishimiz kerak-ku. Ha. Menga qara o'g'lim. Labbi. Jamila nimagadir shu kunlarda tumshayib yuribdi. Ish qilib munosabatinglar yaxshimi? Yaxshi, oyi. Ha, oyi, sizga bir narsa aytaymi? Ayt. Uyimizga o'rnatilgan kameralarni doim birma-bir tekshiryapman. Menimcha, Jamiladan bekorga shubhalanayotganga o'xshaymiz. Ha, shunaqa degin. Jamila Asalga juda ham mehribonlik, g'amxo'rlik qilyapti. Ha. Yaxshi-ku, lekin Jamila bilan Asalni ko'p ham unaqa yolg'iz qoldirmadik-da. To'g'ri, lekin agar u qizimni yomon ko'rsa, ta'ziq o'tkazgisi kelsa, yarim kun ham yetarli bo'ladi menimcha. Ha, ilohim shunday bo'lsin. Jamila Asalni o'z bolasidek ko'rsa, meni ham ko'nglim tinch bo'ladi, bola. Ha. To'g'ri aytasiz. Voy Qumruxon, keling, keling. Keling, bemalol kiravering. Voy, qaysi shamollar uchirdi sizni? Sizni shamolingizda, opa. O'zim indamay kelaverdim. Voy, nimaga unaqa deysiz? Keling. Mana bu yerda o'tirib, toza havoda gaplashamiz. O'tiring. O'tiring. Ay. Oy. 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 Ana. Ana. Joylashib ham oldik. Halika, opa. Ana keliningiz uydami? Uni bori nima, yo'g'i nima? Ketini kesib ketsa ham bilmaydi. Qotib uxlab yotib, uyqudan bo'lgani u. Opa. Ana nima bo'ldi? Shifokorga bordingizmi? G'alatisiz, Qumruxon. Bunaqa joylarga faqat siz bilan boraman. Siz borsiz, bitadi. Birga xabar olamiz. Hop. Mayli. Opa. Mana ko'rasiz. Shifokordagi ishni hal qilsak, hamma muammolaringizdan qutulasiz. Voy. Aytganingiz kelsin. Ana tasqaridan ham qutulasiz. Ilohim aytganingiz kelsin. Tezroq qutulish shu suyuq oyoqdan. Hali tezroq shu ishlarimiz hal bo'lsa, Hafizani qizni kelin qilaman. Hali ko'rasiz, o'ziga to'q joy. Birga borib-chi? Sarpolarni kiyib kelamiz. Albatta, jonim. Sarpolari qanaqa boy. Ochiq ko'ngil, qo'li ochiq. Ha?
Zo'r. Ha? Voy. Ikkaling o'tirib olib, meni qanaqa ketishimni g'iybatini qilib o'tiribsizlarmi? Voy. Iya, seni toming ketganmi? Menga qara. Nimaga sen ikkovimizni gaplashib o'tirganni qo'ymaysan? Ha? Hey, nima? Bizni sendan boshqa dardimiz yo'qmi? A? Senmi hali meni oilamni buzyotgan? Ey. Gapir. Hey. Voy. O'zingdan ketma sen. Norgul opa oling buningizni. O'zingdan Agar ketma. yana bir marta oilamga Olina. O'zingdan ketma. ostonadan qadamingni bosgan, Hey. oyog'ingni sindiraman, Bu seni uying tushundingmi? emas, meni uyim. Xohlaganimcha yashayman, tushundingmi? Katta ketmagin meni uyimda. Uni qarang, ko'rdingizmi, Qumrixon? Aytsam ishonmaysiz. Ko'rdingizmi? Ey, o'ylab gapir. Basharang qursin sen. Tasqara. Ey, Qumrixon? Ey, yaramas. Hay, Qumrixon, to'xtang. G'iybatchilar. Qumrixon, to'xtang, hali gapim Yo'q, tugamadi. bularni g'iybat qilishdan boshqa ishi yo'q. Qishloqdachi g'iybat qilmagan oilasi qolgani yo'q. G'iybatchilar. Tfu senlarga. Ta'zirini berish kerak bularni. Lekin chiroyli uzuk ekan-a? Judayam chiroyli ekan. Senga qaysi biri yoqdi? Ko'zi yashilimi yoki ko'zi oqimi? Ko'zi oq yoqdi. To'yimizga 1 yil bu. Ha? Assalomu alaykum. Nima olib bermoqchisan xotinchangga? Ha, yo'q, hech narsa. Hech narsa degin. Topganingni mana shu xotiningga sarf qilib yuraver. Sen xotiningga zirak olib ber, uzuk olib ber, bilak uzuk olib ber. Seni onang yo'q-da. Faqat senda xotin bor. Ona yo'q. Qachon olib berdim hali? Yana boshlandi. Voy. Mana oyi. Ovqat olib keldim sizlarga. Sojida bilan yeb olasizlar. To'xta, Hoshimjon. Ey, bu yoqqa qara. Ovqatni qo'limga tutqazib, og'zimga uradi-ya. Marjona. Qarab turgin hali, ilovatchi. Senga o'sha oq ko'zlimi, qizil ko'zlimi dedimi? Olib beraman ko'rsin, ko'ningni ko'rsataman hali. Ilovatchi. Yaxshi ovqatga o'xshayapti. Assalomu alaykum. Zumrad, yaxshimisiz? U bundan keyin meni tanimaydi. Assalomu alaykum. Onalarning sultoni. Va alaykum assalom. Ustimdan kulaverma shu gapni gapirib. Qanaqa sultonman men? Qanaqa sultonman? Men bu uyda cho'riman, cho'ri. Ana bu kelinni asirasiman. Oyi, yana nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Bunday gapirsangizchi, nima bo'ldi? Gapiring, oyi. Nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Basharing qursin. Nimaga sen oshxonada emassan? Qachongacha oyim ovqat qiladilar? Oy, men oshxonaga ovqat qilaman deb kirsam, o'zlari qo'ymaydilar ko'yjonni. Ey, mana u satangning ovqat qilishni o'rniga bor-ku, meni uyimga kelgan mening mehmonlarimga itek tashlanyapti. Voy, Nima? Kimga tashlandi bu? Qara, bugun Qumrixon kelgandi. Qumrixon ikkalamiz menga chaqchaqlashib, gaplashib o'tirgandik. Meni kimim bor shu kelibdi orqamdan. Bir payt degin mana eshikdan yugurib kirib, senlar hali meni bu uydan domini turmoqchimisan deb Qumrixonni bo'ynidan olsa bo'ladimi? Hey, jinni bo'lib qoldi Qumrixon. Oyjon. Nima qiliq bu?
Nodir aka, o'zi-chi bular? Rostdan ham shuni rejasini qilishayotgandi. Bo'ldi, bas qil. Seni shu uyga kiritganimga ming la'nat bo'lsin. Nima? Endi shu uydan seni yo'qotib qutulamanmi? Nodir aka? Yo'qota olmaysiz meni. Avval meni uy bilan ta'minlaysiz. Bolangiz ta'minlab qo'yasiz. Ana undan keyin o'zim ketaman shu uyingizdan. Meni yo'qotib o'tirishingiz ham shart emas. Ko'rdingmi? Ko'rdingmi u senga shart qo'yishini? Ko'rdingmi? Bo'ldi, oyi, bas bo'ldi, ko'rdim. Shoshmay turing. Ko'p ketib ozi qoldi. Sabr kosam to'lib turibdi. Buni izini o'zim qurtaman. Voy tavba. Xudo meni yorliqadi. Zumradga yozsammi yo'qmi? Yozib nima qilaman? O'tgan safar yozganimga hali ham javob bergani yo'q. Endigisiga yozarmidi? Zumrad, iltimos, siz bilan ko'rishaylik. Menga oxirgi marta imkoniyat bering. Mayli, undan keyin sizni bezovta qilmayman. O'z yo'limdan ketaman. Qachon ko'rishsak bo'ladi? Yo'q, bu o'qimaydi ham, yozmaydi ham. Undan ko'ra hammasini o'chirib tashlaganim yaxshi. Ahmoq. Allaqachon shunaqa qilishim kerak edi. Yaramas. Hey Megajin. Chiq bu yoqqa, o'g'ri, yaramas. Chiq dedim senga, hey o'g'ri. Oyi, nima gap? Nima bo'ldi? Nimaga baqiryapsiz? Nega Bo'ldi, sen baqirmang, chiqding? Qani xotining? Menga qara. Ana xotinchang meni bilaguzugimni o'g'irlabdi. Nima deganingiz bu, oyi? Esiz joyidami? Ertalabdan namuncha baqirmasangiz. Oyi, siz bekitgan narsani iskavich itam topolmaydi, bilasiz-ku. Kim o'g'irlaydi bu uyda uni? Balki oyi u joyga qo'yib qo'ygandirsiz. Keyin topolmayotgandirsiz. Voy. Voy bu xotin quli bitta Megajinni yonini olyaptimi? Menga qara. Sen o'zingni onangga ishonmayapsanmi, a? Shu Megajin uyi kelmaguncha birorta narsam joyidan qimirlanmagan. O'g'il tug'may men bo'lay. Xotin quli. Ishonmayapsanmi? Xotin quli? Sen menga ishonmayapsanmi? Oyijon, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Uyga o'g'ri tushdimi deyman? Yana nimangizni o'g'irlatib qo'ydingiz, oyijon? O'zi, uyingizda nima ham bor edi? Ey, meni uyimni pastga urma, sen darbadar, gadoy. Hech narsan yo'q edi-ku, kelin bo'lib, sarpo bilan keluvmiding-ki, meni pastga urasan? Menga qara. Bu uyda bor-ku, sen kelguncha hech narsa yo'qolmagan. O'g'risan. Sen kelgandan beri narsam yo'qoladi. O'g'risan, o'g'ri. Voy, oyijon, tushunmadim. Nimalar deb tashyapsiz? Voy, yashamaguray. Tushunib turibsan-ku, jinnini yo'qma menga. Voy, o'sha kuni uyimdan o'g'ri mushukka o'xshab chiqib ketayotganding. Ko'nglim bir yomonlikni sezganida. Bilaguzugimni o'margan ekansan deyaramas, kimga? Qaysi o'ynashingga sotib berding? Meni bilaguzugimni. Oyi. Voy, tavba, Nodir aka. Hozir men militsiya chaqiraman. Oyi, esiz joydami sizni? Tavba. Menmi? Sen ham ishonmayapsan-da? Mayli, militsiya chaqiraman. Militsiya isbotlab beradi. To'xtang. Esiz joydami sizni nimalar deyapsiz? Qo'y, Bo'ldi, qiling, oyi, to'xtang, o'zingizni bosing. Charchadim uni o'g'irligidan. Oyi. Jon oyijon, unaqa qilmang, to'xtang. Meni eshiting, chaqirmang, hech qanaqa militsiya kerak emas. Yonini olyapsan-ku, militsiya yonini olmaydi, qarab tur. Oyi, iltimos sizdan, meni eshiting, oyi, iltimos sizdan. Agar hozir militsiya chaqirsangiz, ular birinchi bo'lib so'rab surishtirmay meni olib ketadi. Oyi, bilasiz, men gumonlanuvchilar ro'yxatida turaman. Nima? O'z o'g'lingizni qamatmoqchimisiz? Shunday qilmoqchi bo'lsangiz, boring olib keling militsiyani.
Voy, nimaga unaqa vahima qilasan, o'g'lim? Nimaga seni olib ketarkan? O'g'ri sen emassan-ku. Shunaqa. O'g'ri mana shu megajin. Oyi, megajin bo'ladimi, eri bo'ladimi, birinchi bo'lib baribir meni olib ketadi. Ularga farqi yo'q, oyi. Meni aldab pastga tushirmagin. Men baribir buni o'g'rilikda ayblab Bo'ldi. yozib beraman. Bo'pti, yaxshi. O'g'lingizga ishonmasangiz mayli, boring, olib keling. Boring. Ha, oyijon, nega turib qoldingiz? Boring, olib keling. O'g'rini topish kerak. Kim ekan shu o'g'ri? Biz ham bilaylik. Balkim o'zingizdirsiz, ha, oyijon? Voy, bu nima dedi? Voy, yaramas. Oyi, Tilingni uzib olaman hozir. bo'ldi. Bezbetni o'g'ri. Oyijon, O'g'ri yaramas. o'zingiz bosing. O'g'rilikda Oyi. qilib menga O'chir ovozingni. Hop, Bor ichkariga kir. ko'rdingmi uni? Bo'ldi. Meni ustimdan kuladi buning. Shu yerda o'tir. Buning doim meni. Oy. Oyi, bo'ldi, tinchlaning. Turov Yuring meni pastga tushing. xo'rlasa ham. Bo'ldi, gaplashib olamiz. Bo'ldi, tinchlaning, oyi, Qo'rqib qala, baqirmang qo'rqib qala. ertalabdan. Oyi, uyni boshingizga ko'tardingiz ertalabdan. Ha, o'g'lim ham hozir kelib qolsa kerak. Hammaga yoppasiga salom. Voy. Ana. Assalomu huzuri alaykum, yo'q bo'lsam oyijon. bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum Yaxshimisan? assalom. Va alaykum Yaxshi assalom. keldingmi bola? Ishlaring yaxshimi? Zo'r. O'zingiz yaxshimisiz, oyi? Rustam aka, yaxshi keldingiz. Hamisha zo'r Rahmat. bo'lsin ishlaring shunaqa bola. Rahmat. Ovqat yeysanmi, suvsinmi? Albatta. Sizlar bilan o'tirib ovqatlanishni rosa sog'inganman. Ay o'zim o'rgilay bolajonimdan ey. O'zing charchab qolmadingmi ish qilib? Yaxshimisan? Yaxshi, hammasi Jonim yaxshi. bola. Bo'la qoling kelin poshsha. Xo'p, oyijon, xo'p. Bugun mana do'lmala qilgan. Ha, yaxshi. Ha. Qumri? Qumri, Ha? bu yoqqa aka. Ha? Anu olmalarni ko'tarasiga sotdik-ku. O'shanda ishlagan pullarim bor edi-ku. Ha. O'sha pullarni menga berib qo'y. Tunda pul berilmaydi. Akasi ketadi pulla. Eriming qursin seni, jonga tegding. Hop, nima qilasiz pulla? Ha? Ertaga yangamning operatsiyasi bo'lyapti-ku. O'shanga Komil akam bilan birga ketyapmiz. Borib Habibul akamning yonlarida turamiz. O'shanga ozmoz pul cho'ntagimda tursin. Yo'q. Pul olib bormaysiz. Bera olmayman. Ey. Pullar o'zimniki-ku. U pullar ro'zg'orniki. Xo'pmi? Ha, pul nimaga kerak? Hamma narsa to'langan-ku. Endi aytib bo'ladimi? Voy, erkak kishiman men ham. Agar pul kerak bo'lsa, hov, Komil akangizni olasiz. Sen esing joyidami? Ahmoqmisan? Uf. U pul ro'zg'orniki. Bermayman. Odam bo'lmaydi bu. Qumri? Ber shuni, Qumri.